Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli do'stlar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Bugungi obzorimiz silindr, qo'shcha balon va samosval haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz do'stlar. Kanalimizda yangi tomosha qilib turgan aka-ukalarimizdan obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Qisqacha videomiz yoqsa, like bosib ketishlaringizni so'raymiz do'stlar. Biz boshladik. Demak, birinchisi 1,5 tonnalik samosvalli variantdagimiz. Samosvalni ko'tarib tushuntiramiz. Va o'sha akkumulyatorlar hisobiga, kompressor hisobiga ishlaydigan samosvalimiz bo'ladi do'stlar. Tormozlari Vitex'da, motorlari 200 kubalik, artikulyusli bo'ladi do'stlar. Zapas balon, kaska, dampirar, balon kulishlari baholasi ichida qo'shib beramiz. Narxini do'stlar, narxiga 30 million deb baholadik. Dastavkasi ichida beramiz. Demak, yurishini biz kuzatamiz do'stlar. Shu holatda haydab ko'rishga harakat qilaman. Kreditga ham xudo xolasa pritsiplenga naqdga bo'lib to'lashga ham ishlaymiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Demak, keyingi variantimiz kabinali 350 kubalik motorimiz haqida qisqacha obzor beramiz. Original motorga bosilgan. 2 tonna yukni bemalol olib keta oladi. Demak, lavoni ikkitasini yukini ola oladi do'stlar. Ichki taraflariga ahamiyat beramiz. Ichki taraflari 2 kishini bemalol ola oladi. Mana bir qator. Bismillah. Mana ichki taraflarini ko'rsatamiz. Bu yerda tezliklari 120 gacha, 100 norma benzin ko'rsatib turadi va gazlarni ko'rsatib turadi. Mototsiklning rolidan demak ularni o'ziga отдельно muzika qo'yilgan kolonkalari, mana sensor usubi, telefon zaryadchi fleshkalari ketadi. O'zining ventilyatorlari, shamol qilishlari, mana oyna tozalagichlari hammasi qo'yilgan do'stlar. Do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib ketishni unutmang. Biz esa buni haydab ko'rsatishni boshlaymiz.
shovqin eshitilmadi bemalol. Ichkari tarafiga uncha shovqin bermaydi motorni ishlab turgani. Orqa tarafdan asosiy ovozi o'tib ketadi. Mana motorni bir ko'rsatib o'tamiz. Açarım tamam. Motor qismlariga bir ahamiyat beramiz. Motor qismlari o'ziga xos ishlangan radiatorli motorimiz 350 kubalik bo'ladi do'stlar. Bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Buni narxini xudo xolasa do'stlar, demak, dastavkasi ichida qilib beramiz. Garantiyalarni beramiz do'stlar. Narxini 44 million qilib beramiz. Demak, bunga qiziqqan ukalarimiz bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin do'stlar. Keyingi variantimiz mana samosval variantida, qo'shcha balon variantida. Samosvalimizni tushuntirib o'tdik. Demak, qo'shcha balonimiz yuk ko'tarish vazni 2,5 tonnagacha yuk ko'taradi. Xo'p, 2,5 tonnagacha yuk ko'taradi. Demak, qo'shcha balonlarni ko'rsatib o'tamiz. O'sha Kunji zavod original qo'shcha balonidan qo'yilgan. Xo'p, endi buni ham bir yurgiztirib o'tamiz. Bismillah. Do'stlar, buni vilkalari 60 talik vaqt vilkadan va motorlari 250 kubalik radiatorli motor bosilgan bo'lgan do'stlar. Bu tarafda qo'shimchasiga bir kishi bemalol oladi do'stlar. Baquvvat 2,5 tonna yukni bemalol oladi. O'sha qo'shimchasiga zafar balon, dampirak balon go'shtlarini qo'shib beramiz. Do'stlar, buni narxini xudo xolasa naqd pulga 33 million so'm qilib beramiz do'stlar. 33 million so'm naqd pulga qilib beramiz. Demak, dastavkasi ichida qilib beramiz. Tonnasini 2,5 tonna yuk ko'taradi. Bizni yangi kuzatib turgan aka-ukalar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Videomiz yoqsa like bosib ketishlaringizni so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.